Assalomu alaykum do'stlar. Bugun ID karta bilan bog'liq bo'lgan bir qancha savollar tez tushgani uchun shularni aytib o'tmoqchiman. Bulardan birinchisi, ID karta bilan Qirg'izistonga kirish mumkinmi, yashash mumkinmi? Javob: ha, Qirg'izistonga ID karta bilan kirish mumkin. 60 kun muddatgacha bo'lgan muddatda yashash mumkin va даже ID kartaga registratsiya ham qilish mumkin belgilangan muddatgacha. Va bu orada xohlagancha kirib chiqish mumkin. Registratsiya bo'lgandan keyin ham, agar registratsiya qilmagan bo'lsa ham 60 kungacha bo'lgan muddatda istalgan vaqtda kirib chiqish huquqiga ega. Faqat ba'zi holatlarda Qirg'izistonda chegara xodimlari avval ID karta bilan kirmagan bo'ladigan bo'lsa, ba'zi savollar berishi yoki qandaydir tez kirib chiqish holatlari kuzatilayotgan bo'lsa, ya'ni chegaradan yuk olib o'tish uchun tez kirib chiqish holatlari kuzatilayotgan bo'lsa, ID karta bilan kirishdi Qirg'iziston xodimlari ma'lum muddatga cheklab qo'yishi mumkin. Xo'p, keyingisi ID karta bilan kirib nimalar qilsa bo'ladi u yerda? ID karta bu pasport bo'lgandan keyin Qirg'iziston hududida nima qilish mumkin bo'lsa shuni qilsa bo'ladi. Sim karta olish yoki boshqa biron narsa olish yoki biron bir joyga hujjat topshirish va barchasiga ishlaydi. Shu boshqa ko'k pasport nimani huquqini bergan bo'lsa shuni qilishi mumkin. Xo'p, keyingi savol: ID karta bilan viza qilsa bo'ladimi? ID kartani polnomochiyasi faqat shu joyda tugaydi, ya'ni Qirg'izistonda uzoq muddat yashash, qolish, o'qish, ishlash uchun ID kartaga viza rasmiylashtirilmaydi. Faqat zagranipasportga viza rasmiylashtiriladi, istalgan turdagi viza. Keyingisi, ID karta bilan kirgan odam Qirg'izistonda qandaydir qoida buzildi, ya'ni Qirg'izistonda uzoq muddat qolib ketgan bo'lsa, belgilangan muddatdan oshib ketgan bo'lsa nima qiladi? Ya'ni belgilangan muddatdan oshib ketgan taqdirda zagranda olib kirib, unga keyin chiqish, viza qilib chiqish kerakmi? Yo'q. Agar ID karta bilan kirgan odam shu uzoqroq turib qo'ygan bo'lsa, keragidan chiqayotgan mahalda обязательно shtrafini to'laydi va keyingi chiqish vizasinigina, faqat shu chiqish vizasinigina rasmiylashtirsa bo'ladi ID kartaga. Shunda rasmiylashtirgandan keyin chegaradan qaytib chiqib ketishi mumkin. Vizalarni shu faqat shu chiqish vizasi, ya'ni boshqa iloji bo'lmagan holatda shu ID kartaga chiqish vizasi rasmiylashtirilib chiqib ketsa bo'ladi. Xo'p, shunaqa bir yilda shu ID karta bilan faqat 60 kungacha tursa bo'ladi, registratsiya bilan albatta. Har yangi yil uchun bu 60 kunlik limit yangilanib boradi. Yana ko'pchilikda savol paydo bo'layotgan savollardan biri, 60 kunlik limit har kirganda yangilanadimi degan. Javobi yo'q. 60 kunlik limit faqat bir yilda 60 kungina beriladi. U limit faqat har yili yangilanadi.